alohida suhbat, kasbiy qo'shiq, nodir asarlar, yuqori aniqlikdagi ovoz unumi bilan anglash sezgingizga jang e'lon qiling. Hey, siz Qosimning nimasi bo'lasiz? Men uning xotini. Tom ikki o'rbichichi qaq pachiqiga tushadigan chiroyli cho'k ekan. Bundan keyin yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? Agarda men utib olsam, xotiningdan o'tsam, qandoq? Har qaysing bu yerga onangni erga bagil kelishdingmi? Seyit begi menga ilichi singlig'ini opirib so'labdi. Men hargiz bormayman. Xotinimni o'zimga qo'yinchi nima qil? Unda qilma. Vay shimg'ida va og'zini bir tepma beka. Hozirgi kagicha Qosim oxundan boshqa arzatiga ko'nglimning peshini tutqizib baxmadim. Bichora nafasdan qopdi. Yo'q, kelmaysizlar. Bu şeyde kalırsınlar. Ondan kımlarlar. Qemarg'a tikilgan xotin. Oyshem Ismoil tabassum. Birinchi qism. 19-asrning 80-yili. Yoz. Shohliq kenti. Yoz faslining kun nayzi bo'yi o'rligan pishg'irim issiqi. Buğdaylarni o'rib bo'lgan dehqonlar xomon elish uchun muvofiq joy tayyorlab, sarg'ayib pishgan anjirlarni xomon qilinadigan o'ringa to'shib, tog'dek do'livatgan edi. Odatda dehqonlar atiganda tong etish bilan etizga chiqsa, osh vaqtigacha ishlab, uningdan keyin uylariga ketib, qolgan ishni tushdan keyin havoning payli sal yonganda ondan kelib davomlashtiradi. Chunki bundoq issiqda to'shsa yoki medirlatib qo'ysa, pishib, qurib ketgan boshoqlarning dollari to'kilib ketib, o'suvning 1/3 qismi etizda qoladi. Shunga chinqi tushlarda anji to'shish toza muvofiq emas. Shundoq zo'ruriya tug'ilgandimi, cho'qim bakli ehtiyotchanlik bilan yig'ib, avaylab ko'tirib, dehqonlar shildir shop deb ataydigan kigiz cho'ngliqidagi chit adyalga qo'yib, bir qitim yutugidek ig'irlikda yig'ib, ondan opirib xomonga to'katdi. Dallarning xomonga to'kilib ketganlarini xomon tepilib bo'lganda tigida qolgan to'pi bilan qo'shib yig'ib, ayrim o'ltirib tasqab, adolab yig'ilinadi. Shundoq bo'lganda buğday o'rishga boshlagandan tortib toki butun ishlar tugab, ochliq qoznaqqa kirguchi bo'lgan jarayonga oz bo'lsa 10-12 kun, ko'p bo'lsa 15 kun atrofida vaqt ketadi.
Agar uyda kishi jon soni ozroq oilalar bo'lsa, vaqt texmi so'zilib ketadi-da. Xamonga dövlab qo'yilgan boshaqlardagi dallar yer tegidan nam tortib, bix chiqarib o'nishga boshlaydi. Shunga xamon qiladigan o'rin cho'qim puxta tanlanib, suv kirmagani bakli uzun bo'lgan. Tegidan nam tortib qilish mumkinchiligi bo'lmagan quruq yerlardan tanlanadi. Kangri ketgan etizda sap seriq bug'doylar suvari yetishadi. Bulardan ba'zilari yig'ib xamonga dövlab bo'lgan, yana ba'zilariga texin o'tganmagan bo'lib, quyosh nurida takshi yetilgan qum oltindek parlab, kishining zavqini keltiradi. Boshqa hammaylar uylariga tarqab bo'lishgan. Faqat Qosim Polko'zning xotini Sivarnisa peshona bo'yinlardan saqlayotgan tarlarni sho'rliq tar dastidan loyq etish bo'lib ketgan gullik chitgonligining yangi bilan pat-pat surtib etib, childir shapqa anji besib, xamonga to'shib yuradi. Uning vejik gavdisi childir shap yarimloshqudek anjini yudib o'rnidan turganda, ustixonlari g'arslab ketadi. Bu ishlarni qilmay desa, uyda o'zidan boshqa kog'i kagidek odam yo'q. Qiynonisi to'xtagan xeyli vaqtdan beri palach bo'lib yotadi. Eri Qosim Polko'z nonga omroq ishqi o'ch, yozga omroq qishqi o'ch odam chiqib qoldi. Bolasi hamda texi 2 yoshda. Yig'lab qag'ishlik qilmay, odoshlari bilan jimmida o'ynab, uyqusi kelsa jimmida uxlab berganining o'zi cho'ng ish. Shunga bechora Zivarnisa tong otardan kun patarga qadar tinim topmay ishlab, 10 mo'yaning buğdiyini o'z yolg'iz o'rib tugatdi. Hamda yana o'z yolg'iz to'shib otdi. Bularni to'shib bo'g'icha o'libli ketmasa, yana o'zi mushu mahalladagi Seyit Boychakning ijaraga beradigan kolisi yoki ishkidan birani kunlik ijaraga elib, yolg'iz xaman tepib, samondan ayrilgan dallarni yana o'zi so'rib, adolab, qasnoqqa to'shiydi. Tekin rahmat qiynatisi Jaloliddin bu vaqtida ishlar yaxshi edi. Etizga chiqmaydi. Oq seriq chiroyi optop ko'maydi. Faqat uydagi 3 jonning osh tomoqini etib, kirqotlarini yuyib bersa, jiyini o'ksitmasa, qiynonisiga yaxshi qiz bo'lib, eri oldida xotinlik majburiyatini ado qilsa bo'ladi. 10 mo yani terib, butkul ishlarni qiladigan Xotandagi 50 necha qo'y, 20 tuyoqdan ortiq kala, 7-8 tuyoq otni boqadigan 2 oilalik yeliqchisi bor edi. Qilishga tegishli ishlarni qiynatisi buyruqli qo'ysa, ular har kunlik ishlarni normal tartibda davomlashtirib, boqadiganni beqib, teriydiganni terib, yil oxirida hisob kitoblarda o'tkazib, 1 yillik ish haqi daromadlarini osili bo'ladi. Qachonki eri Qosim Polko'z oldi bilan kalalarni, ondan otlarni, onun keyin qo'ziliq qo'ylarni qimorga tikib bir-birlab turishga boshladi. Shuningdan keyin bu oilaning iqtisodi so'g'rilib ketdi. Qiynatisi Jaloliddin ilm setim qiladigan otkalalar o'ttirib tugatilgachga, boqmachilikqa mas'ul yilliqchi qo'ylarga qarab qoldi. Navbat qo'ylarga kelganda, Xotandan buguni 1-2 tuyoq, atisi 4-5 tuyoq qo'y ozlab ketaverdi. Qosim Polko'z kampning chetidagi Naman cho'loq deydigan odamning dang hisobida ichib olgan sarayda qimor o'ynab, dadisining bir umr topgan taganlarini bir boshdan utursa, qimorda utqonlar udul berib Jaloliddin xo'janing uyini topdi va Qosim Polko'zning ota-onasi, yilliqchisi xotinining qo'ymag'iniga yig'lab qoqshab rahim tilaganligiga parvo qilmay, Xotandagi eng semiz sort qo'ylarni o'zi bilan qo'shib yetilab ketaverdi. Jaloliddin o'g'lini necha qitim qima o'ynab turgan naq maydonda tutib olib, pulqini yulib ot qamchisi bilan bosh ko'ziga savg'onchi uyga yondirib keldi. O'ylab qo'ysam xotinining mehriga bog'lanib, bu badqiliqni tashlar deb o'ylab, qo'shni yezdan o'zi ko'zlab, chekib tanlab turib, Zivarnisaga o'ylab qo'ydi. Meneman desa ot, so'qishturman desa xo'roz, talashturman desa it, boqaman desa har qimmat kaptar. Ish qilib eg'izdan chiqqanning hammani hassilab,
oshirib taqlab berdi. Lekin har qancha qismi o'g'lining qimog'i bo'lgan ishtiyoqini pasaytirmadi. Yalang'ochlab, ikki qo'lidan bog'lab, to'rizga esib qo'yib uribmi boqdi. Uyga solab och qo'yibmi boqdi. O'z o'g'lini har xil usulda qiynab, jazolab, o'z yuragini og'ritganiga tushib, hech qanday o'nimi bo'lmay, Qosim Polko'z dadisi bu yoqdan tepib qaytirib kelsa, u yoqdan qechib, yana udul berib, Namancho'liqning qimarxonasini tepiverdi. Shundoq qilib, qisqagina 2,5 yil ichidagi kentga oldingi boylardan sanaladigan Jaloliddinning vaj mulki faqat 10 mo ko'lamdagi terilg'u yerli bo'lib qoldi. Shuningdimi Qosim Polko'z qimog'i tikib quturishni tark etmay, Qo'tonni pak-pokiz qo'rtibdi. Bunun bilan uyning asosli kirim manbai uzilib qilib, azaldan pul picha kam bo'lib boqmagan bu oila yilliqchisining ish haqqini berilmaydigan holga tushib qoldi. Bakmachilikqa mas'ul yilliqchisi boshqa yerdan ish tepib ketib qolgandan keyin Qosim Polko'z dadisining intayin kangri 3 eg'izli qozniqiga ko'z tikdi. Qozniqlarda yillardan beri hosil ilingan bug'doylar tag'ar-tag'arlab yotadi. Jaloliddinga xaman elib bo'lgandan keyin ochliqning hammasini qoznoqqa besib qo'yib, boshqalarning ochliqi tugashga boshlaganda, ondan bug'doylarni otqa qo'shilgan mahfiga besib, yezi bozorga opirib choraklab sotadi. Buningdimi obdalli kirim bo'lib, Jaloliddin ham boqmachilikdan kelgan yillik kirimiga tanglashgani ozliq qoladi. Shundoq bo'lg'achqa u va yilliqchisi yerga bak ishlaydi. Yerlik o'g'it o'zining qo'tollaridan chiqadigan bo'lg'achqa oyimay chechib, har suyda qoldirmay sug'urib, yerning munbatligini oshirishga alohida ko'ngil bo'ladi. Shuning natijasida Jaloliddin qo'yning bug'doylari alohida o'xshaydi. O'rmi vaqtida 2 oilalik yiliqchidan boshqa yana mahalladagi madkor ishlaydiganlarga kunlik pul berib, bug'doylarni o'rib, qominini tepkili soladi. Ocaqlarda hozirgidek boshqalarning kala, eshaklarni ijaraga olmasimi, ot kala, eshak deganlar mushu oiladilla chiqadi. Shunga Jaloliddinga ozgan 5 yerga xaman o'rni tayyorlab, xaman o'tirisiga necha metr cho'nqurlikda qo'ziq xoda qolqatdi-da. Eshak yoki kalini shu qo'ziqqa bog'lab, anjilarni qo'ziqqa bog'langan eshak kalalarning oyog'iga yetib, bir odam maxsus qamchi bilan shu eshak kalini haydab, yetilgan anjining ustidan mangdiradi. Bir qitimliq anji pokizi ezilib, dallardan ayrilib bo'lganda, ayollar uni bir yoq surib yig'ib oladi. Qo'ziqdagi eshak kalining oyog'i ostiga, ya'ni yangidan anji yetilib, avvalgiga o'xshash ish mashg'uloti davomlashtiriladi. Mushxil usulda uda necha kun xaman yumishtirib, yig'ib tasqashlardan keyin tag'ar-tag'ar bug'doylar qoznoqqa kirishga boshlaydi. Keyin kunovat bug'doy o'rniga terilgan qo'noq parvishiga keladi-da. Buningdami obdalli hosil ilinib, ot, kala, eshak, qo'y, to'g'u kaptarlarning 1 yillik yemi biraqla al bo'lgandan sir, ya'ni setib kirim qilib, un tatib yegili bo'ladi. Jaloliddin va boshqa boylarning oilasida bug'doy uni asosli. Qo'noq uni qo'shimcha bo'lgan bilan Namrat oilalarda qo'noq uni taomlari kuniga 3 vaqt yeyiladi. Bug'doy un taomlari onda sonda faqat bo'lmagandimi, hit oyamlarda ondan dasturxonga chiqa oladi. Chunki terilg'u yerlarni har kim o'z puliga setib olib teradigan bo'lg'achqa, Namratlarning yer setib olib terig'udek puli yo'q. Kun bo'yi boshqalarga madikor ishlab, hunar qilib topgan ozg'ini puliga arzonroq shu dapla necha chorak qo'noq setib olib, shuningdan un tatib, oilasining yemaklik ehtiyojini qamdaydi. Ol kuni xeyli yaxshi deyilganlarimi, pul tejab, to'shab yig'ib, biramo bo'lsimi yer setib olishning ko'yida. Ozroq bo'lsimi yeri barlari iqtisodini rivojlantirib, keyingi kunlarda texmi boyasha turmush kechirish istikida bo'dini qimmat bahoda ehtiyojlilarga setib, pulini yig'ib, qo'noqda un tatib o'zlari yeydi. Untekin studiyasi. Shu qatorda Jaloliddinning oila iqtisodi aslida intayin yaxshi edi. O'g'li Qosim Polko'z bir boshdan turib, navbat qoznoqdagi chorak bug'doylarga keldi. Tunji qitim Namancho'liqning otarman choparmonlari Xushmapini yetilab kelib,
Buvay bilan mo'mayning yig'lab yolvurishlarini parvoyiga olmay, yuz jorak bodayni besib manganda. Buvayning yuragi bir og'irgancha yiqildi va shu yiqilish bilan qayta o'rnidan turolmadi. Ko'tiramasang sangiltib ol degandek, o'qitgan mo'maymo oilasining so'riqchiligi va qadinosidan ayrilish azobiga chidayolmay, to'la yig'laverib, bir oqshimi uxlag'ida yaqqan peti. Atiyini halach bo'lib qo'ygan. Shuningdan keyin oilaning butun yuki Zivarnisoning zimmasiga yuklandi. Eri Qosim Xolko'z oilasiga yuz bergan ishlarni qiydaga olar emas edi. Dadisi ko'z yumganda bir necha kun yig'lab, kakirab, yorishig'ini qilib yerga qo'yayotgandan keyin, tig'i dadisining qirqimi to'shmaslar, yana Namancho'loqning ko'marxonasini kelib oldi. Turdiganni turib, tutuvag'anlarni o'tib, uydagi qaznaqqa yo'lga sep yurib, necha yil ishlamay yesimi kang to'sha yetkazib, osh ozuqni bir oyda turib, qaznaqni muqrodab qo'ydi. Onasi palach bo'lib yetib qolgandan keyin hamda o'zini yig'ib, tomodan qo'l uzildi deb o'ylagan Zivarnisa bora bu umididan voz kechdi. Chunki Qosim Xolko'z balxonidagi kattalar qator to'g'ulanib kesal yotgan onasining va o'zining oltin kumush shillodan yasalgan zinnat bo'yinlariga setib hammani qilib bo'lgan edi. Uyda o'zidan boshqa ish qiladigan odam erining holi shu. Qaynonasi tun kichik tartini o'z o'rnida qarach yoqdi. Qiyinchilik, tanqisliq, yo'qsul oxiri kichikidan erga o'sgan, hech qanday shafqat topmagan Zivarnisoni etiz beshig'i so'rab chiqdi. Qo'shni yezda aka bilan yengillar bor. Biroq ota-onasidan qolgan bir yildan beri ularni singlisini izlab Zivarnisa izlab qolsimi, kuyovim Xolko'zdan turmush atmishlardan xabari bo'lg'ach, bizga eg'izga qoladi deb o'yladim, chiqirib singlisini qarshi olmay qo'ydi. Yordam so'rashlarga bahonasi boshqalarga ijara ba'zi badiki singlisining ish uchun bir eshak yoki ko'rsini ko'rish berilib o'lmadi. Akıvırı yangi gördüğünü özülgen Zivarnisa argın qadamlarını so'rab kelib ishlaga yana kösik. Yig'ir kasal tishlat. Charchisa bardam yerimdan oram ol. Ammo qaynonasi uchun, bolasi uchun yana bo'shashmadi. Mana bu tarlab anjiq qolgan Zivarnisa bir to'p alamani tog'ib o'zlariga qarab kelayotgan ko'di va shildir chopni asta yerga qo'yib ulag'i qaradi.